Kelinglar bahor guli lola haqida gaplashamiz. Lolani uy sharoitida vazaga solishdan oldin uni past qismida joylashgan, yirtilgan va vazaga solishga xalaqit beradigan baylarini tozalab tashlaymiz. Oldingi hamma gullarimizni biz albatta qiya qilib kesishni tavsiya qilgan edik. Bahoriy gullarni esa ularni poyasi yumshoq, mayin bo'lgani uchun ularni qiya qilib emas, tekis qilib kesishi o'zi yetarli bo'ladi. Lola juda ham suvni yaxshi ko'radigan gullarni turkumiga kiradi. Sathini yarmigacha suvni solib, keyin qolganini kun davomida to'ldirib qo'ysak yaxshiroq bo'ladi. Mana lolani tozalab, tegini kesib tayyorlab oldik. Endi suvga solishdan oldin albatta suvga grizalni solib aralashtiramiz. Bahoriy gullarimiz muzdek suvni yaxshi ko'rishadi. Agar suvimiz iliq bo'lsa, unga uyda muz bo'lsa, muz qo'shib yuborishimiz ham mumkin. Bundan gullar faqat maza qilishadi. Mana lolamiz tayyor. Albatta lolamiz sovuqroq xonada tursa, uni umri uzayadi. 5 kundan 7 kungacha yashashi mumkin xona sharoitida. Ba'zi soatlari bo'lsa 10 kungacha bemalol vazada saqlanishi mumkin. Har kuni suvni almashtirib, vazani feyri bilan yuvish esingizdan chiqmasin.